Manzaramizni ko'ringlar. Bitta layf bosmasa ham bo'lmaydi. Har bir o'zbek borki, mana shunday uylar solish nasib qilsin. Bu xonadonimiz kamida 20 xona ekan, e'tibor beringlar. Bu yerga gaz umuman yetib kelmagan ekan. 20 xonamizni do'stlar oddiygina bitta katyol yordamida isitsa bo'lar ekan. Mana usta akalarimiz oddiy futbolkada ishlayapti, biz esa kurtkada so'qatib yuribmiz. Qaranglar. 20 xonani ham isitsa bo'ladimi? Bu yerga gaz yetib kelmagan. Eng zo'r tomoni do'stlar katyol ekan. Teploman brend asosida ishlab chiqqan katyolni bu yerga o'rnatgan ekan. Eng asosiysi do'stlar 150 kvadratdan 2500 kvadratgacha bo'lar ekan do'stlar. Garantiya 1 yil ekan. Teploman brend ostida hamma yo'q komplektida bo'ladi do'stlar. Bitta o'rnatadigan bo'lsangiz, o'sha bokaga ko'mni kunni tashab qo'yasiz, doimiy o'zini o'zi yoqaveradi. Mana shu 3 tonna ko'mirdan arzimagan mana shu pul chiqdi do'stlar. Bitta zapravka bilan 3 kungacha bemalol yoqib berar ekan, listlari o'sha to'rligidan bo'lar ekan. Komplektda hamma yo'q bor, miyalari bilan. Zakaz qilsalaring, nalishida tayyorlab bo'lar ekan. Agar noldan yasatmoqchi bo'lsangiz, atigi 3 kunda tayyorlab berar ekan. Bizning kanal nomli aytlar yana ham zo'r ekan.